Xabar berayotganimizdek, mamlakatimiz bo'ylab 5-Respublika kitobxonlik haftaligi davom etmoqda. Uning doirasida barcha hududlarda davra suhbatlari, yozuvchi va shoirlar bilan adabiy uchrashuvlar, kitob taqdimotlari, ko'rgazmalar o'tkazilyapti. Sirdaryodan muxbirimiz xabar beradi. Guliston shahridagi Ma'naviyat va ma'rifat markazi bayramona tus oldi. Tashkil etilgan kitob ko'rgazmalari ixlosmandlari bilan gavjum. Mazkur kitobxonlik haftaligini o'tkazishdan ko'zlangan asosiy maqsad kitobga bo'lgan qiziqish va muhabbatni oshirish, shuningdek, kitobxonlikni yanada kengroq targ'ib qilishdan iboratdir. Yarmarkada juda ham ko'p turli xil kitoblar bor ekan. Misol uchun o'zbek, bolalar, jahon adabiyoti kitoblari ham bor edi. Kitoblar haftaligi juda ham yoqayapti. Kitob bizga juda ham ko'p narsalarni o'rgatadi. Misol uchun o'zim har doim kitob o'qiganimda yangi g'oyalarga ega bo'laman. Dunyo qarashim kengayganini o'zim ham sezaman. Hozirda Tog'aymurod qalamiga mansub Odamdan qolgan dalalar asarini o'qiyapman. Bundan tashqari viktorinalarda ham qatnashdik va bilimlarimizni sinovdan o'tkazdik. Kitobxonlik haftaligining ochilish marosimida Axborot kutubxona markazi mutaxassislari, yozuvchi va shoirlar, yosh kitobxonlar, keng jamoatchilik hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etishdi. Tadbirda so'z olganlar aholi, ayniqsa o'sib kelayotgan yosh avlodni kitobga oshno qilish, kitobxonlik mutolaa bilan tafakkurni yanada yuksaltirish beqiyos ahamiyat kasb etishini alohida ta'kidlab o'tishdi. Arzonlashtirilgan kitob savdo yarmarkasi, shoir va yozuvchilar bilan muloqotlar, turli intellektual viktorinalar yig'ilganlarda katta qiziqish uyg'otdi. Tadbir yakunida viloyat maqom ansambli ijrosida kuy va qo'shiqlar ham yangradi. Sahna namoyishlari, jumladan Sirdaryo viloyati musiqali drama teatri aktyorlari va Halima Xudoyberdiyeva nomidagi ijod maktabi o'quvchilarining chiqishlari ham tadbirga alohida mazmun baxsh etdi. Tadbir yakunida kitobsevar o'quvchilar uchun viloyat axborot kutubxona markazi bo'ylab sayohat tashkil etildi. Eslatib o'tamiz, kitobxonlik haftaligi 27 aprel kuniga qadar davom etadi.